Adasi, ishqilib maktab bozoriga ko'proq pul olib chiqdingizmi? Xotir olmay ko'p pul olib chiqaman. Bugun sizlarga xohlagan narsalarni olib beraman. Hop. Ketdi. Dadasi, maktab bozoriga pulimiz yetarmikan? Ha, 400-500 mingcha bor yetkazamiz onasi. Ketdi qizim. Yer qizim. Ado, menga mashq forma yoqtimasini olib bering. Xo'p, olib beraman qizim. Bunisini ham. Ola qolini ya. Keling, shu ikkitasini olamiz. Oyijon, shunisidan olib bering. Bu necha pul ekan? 100 ming. Bunisi-chi? 75 ming. 60 mingga berasizmi? Ha mayli, ola qoling. Olamiz shuni. Bu. Olib bering. Oyi, dada, menga ham tufli olib bering. Bolam, tufli opangnikini kelsin, xo'p. Bizga faqat popka kerak, bolajonim, ketdik, yur. Bu yoqdimi senga qizim? Ha. Necha pul ekan bu? Ha. Oyijon, menga ham shunaqa olib bering. Necha pul ekan aka narxi? 450. Bunisi-chi? 150. 150? Bolam, boshqacha olamiz. Qizim, boshqa do'konlarni ham ko'raylik hop. Yep. Shoshmanglar. Qizim, bu senga. Rahmat amaki. Yaxshi kuningni ishlatgan. Hammasi joyida. Sog' bo'linglar.